kutilmaganda ota bo'lishingizni bildingiz. Bunday vaziyatda nima qilish kerakligini men bilmayman, lekin kutilmaganda tayyorgarliksiz nutq so'zlashingiz, ya'ni chiqib gapirishingiz kerak bo'lib qolganda nima qilish kerakligi borasidagi zo'r fishkani bilaman va bu fishkani siz ham bitta tushunib olasiz. Deylik, menda 10 soniya vaqt bor. Shu 10 soniyaning ichida men nima deyishimni o'ylab olishim kerak. To'g'ri, butun boshli nutqimni o'ylab yasab olishimga vaqt yetmaydi, lekin gapni nima bilan tugatishim va nima bilan boshlashimni o'ylab olishga vaqt yetadi. Deylik, gapimni oxirida bir paytlar o'zimga ishongandim. Siz ham o'zingizga ishoning deyishni o'ylab oldim. Boshiga bo'lsa, hammada bo'lgan vaziyat deb gapni boshlashni reja qildim. Menimcha bu ikkala gapning o'rtasini qanaqa to'ldirish borasida sizda ham ko'plab variantlar paydo bo'ldi hozirning o'zida va bu formuladan foydalangan holda siz ham kommentariyada gap yozib qoldiring. Gapni xuddi shunaqa hammada bo'lgan vaziyatni boshlang va oxiriga bir paytlar o'zimga ishongan. Siz ham o'zingizga ishoning degan gapni qo'ying.